Assalomu alaykum Diyoruz kanalining obunachilari. Bugungi kunda eng ommabop mavzu, ya'ni Gentra mashinasini ichini Mers salon, Mers afshifka, ya'ni Mers qilish necha pulga tushadi, qancha rasxod ketgan, akustikalariga hamma yo'qlarni A'dan Yagacha ko'rib turganlaringdek, afshifkadan tortib hatto pamyat sideniyasigacha, hatto klimat kontrollarigacha, mana ko'rib turganlaringdek monitorlarigacha, hatto mana konditsioner sistema ichkarida trubalarigacha akalar Mersga qo'yilgan ekan. Sideniyalar Mers, baran Mers, ko'rib turganlaringdek mana upravleniya hamma yo'q Mersga aka. Ya'ni bu mashinaga adashmasam o'zidan ham ko'p rasxod ketgan. Videoga bitta-bittadan like bosib, o'zi eng ko'pida Gentra minishni faqatgina Gentra minaladigan, faqat ichkariga pulsarlaydigan akukalarimiz bo'ladi. Gentradan oshiq mashina minalmaydigan akukalarimiz. Ular uchun zo'r qisqacha obzor bo'ladi. Hamma yo'g'ini tushuntirib beramiz, ya'ni rasxod-pasxodlar bilan. Murodjon, keling endi o'rta biz obunachilarga bitta gapirib bering, eng qimmat narsalari, masalan, afshifkalari necha pulga tushadi? O'zini Gentranikini aytsa, bitta orqasini ko'rsatib beraylik, hatto mana orqa sideniyalari ham ko'rib turganlaringdek, polni Mersniki bo'ladi. Gentranikidan anchagina keng akalar. Videoga maksimal like bosib, Gentra ishqibozlariga tashab qo'yinglar. Murodjon, o'rta necha pulga tushadi? Mana oddiy qilib aytganda. Diyorbek, afshifkasi boshqa mavzu. Mashinani bir dona shtatniy pulti bilan, mana shtatniy pulti. Shtatniy pulti bilan tablosini o'zi $3,500 pad zakaz kelgan. Yo'q qo'ying akalar. Bitta mashina, bitta Matiz'ni puli ekan, qaranglar. Shtatniy bilan mana shu monitor $3,500. $3,500 kelgan. Aha. Xo'p, afshifka salon masalasiga keladigan bo'lsak, 10 mingdan oshiq pul ketgan. 10 mingdan oshiq pul ketgan. Pamyat sideniyalar bor. Pamyat sideniyalari, abagrevi bor. Hamma elektronikasi ishlaydi mashinaning. Hammasiniki Mersga. Hattoki burmestr kolonkalarigacha o'zini original kolonkalari. Endi monitori, klimat kontrol, konditsioner mana, o'zimiz tillaydi, konditsionerlari, mana joystiklari hammasi ishlaydimi? Masalan, bizda Gentrada boshqa sensorlari, klimat kontrollari ishlaydi. Hattoki pechkasi Mercedesda original 205 pechkasi, yarimiga issiq, yarimiga sovuq haydaydigan funksiyalari ham bor. Qo'ying, mashalloh. Akalar qaranglar, ham issiq, ham sovuq qilargan. Mana bu tomondan qo'lni ko'rib turgan bo'lsalaring, koja haqiqiy Mersga yechib olingan 205 niki tom panorama. Malibu 2 ni panoramasi qo'yilgan. Malibu 2 ni panoramasi qo'yilgan. Bitta orqa kapotni qana ochadi bunda? Orqa kapotni mana. Bitta orqa kapotni ko'rsatib bering. Orqa kapot, oldi kapotni ham ochib bering, keyin mana men. Orqa kapotni sizlarga ko'rsataman. Yo'q, knopkada ochiladimi? Knopkada ochiladi. Keyin Diyorbek, buni akkumulyator sistemasi ham orqasida joylashgan. Mercedesda akkumulyator sistemasi. Endi bunda ko'proq ketadi-da. Ha. Bu-chi bu? Lata-patalar qo'yganimi? Bu o'zini chamadonchi ekanda. Qo'y. Endi akalar, eng qizig'ini aytaman, mana bu yonidan ham ko'rsataylik. Bu mashinamiz yili necha? Yili 18, 35 ming yurgan. Yili 18, 35 ming yurgan. Orqa ruchkalarigacha hammasi Mersga akalar. O'zi mashinaga ahli deydigan odam biladi. Sideniyalarni bitta baho beringlar. Qanaqa Gentranikidan keyin turibdi, panorama tom. Malibu 2 niki qo'yilgan ekan. Mana bu shopirni yoninikini ko'rsatamiz. Eshiklari polni bu shumkasi ham yomon zo'rgan ekan, eshiklari ham og'irgina ekan. Mana ko'rib turgan bo'lsalaring, hatto mana barta cho'ylarigacha Mersga. Barlari. Hamma yo'q akalar. Ishqibozlari bo'lsa tashab qo'yinglar. Bu mashinamiz eng asosiysi Gentrani va Malibu 2 motori. Malibu 2 Premier motor. Malibu 2 Premier motorda shunday bosishgan ekan, Gentrani o'zinikini olib turib. Ya'ni buni ot kuchi ko'paygan. Agar yo'lda ko'rib oladigan bo'lsalaring, bundan oldida gaz berib o'tirmanglar. Qaranglar. Endi yana bitta savol. Shuncha pul tiqilgan ekan, o'zidan ham adashmasam ko'proq pul tiqilgan ekan. Bu sotiladimi bu mashina yo faqat havasga miniladimi bu o'rtoq? Buni havasga mingani olganmiz. Bizga o'xshagan havaskorlari bo'ladigan bo'lsa, telefon qilishsa Diyorbek, nasib bo'lsa sotib ham olaveradi. Sotib ham olinaveradi, xudo xolasa. Endi hech kim hisobiga yetmagan, bakavoylari Mersga bu ham? Ha, bakavoylari. Ko'rib turganlaringdek 160 gradus kamerasi ham bor. 360 kamera ham bor, ko'rib turganlaringdek. Undan tashqari qaranglar, hamma yo'g'i aytib o'tganimdek mana. Sideniyalarni ham ko'rasizlar.
polni mersiki поместить deydi, mana oldin, orqa, o'rtalar hamma yoq chiqadi. Endi qancha o'rtacha taxmin necha pul endi? Telefon qilishaversin Diyorbek, telefon qilgan odam bilan kelib ko'rishadi. Kelishilaveradi, xudo xolasa. Akalar, pastda nomerlarni qoldiraman, aloqaga chiqing. O'rtacha ko'ryapsiz, 12 ming, 13 ming atrofida pul tiqilgan. Faqat mana shu ko'rib turgan narsalaring. Endi Malibu motorlarga necha pul tiqilgan bilmayman. Uni o'zlaring bilsalaring kommentariyada yozib qoldirasizlar. Shunaqa aytib o'tganimdek, Gentrani mers qilib minaman, tayyorni minaman. Agar hozir shuni tayyorlaydigan bo'lsangiz, bundan 2 barobar ko'p pul ketadi, lekin mana shu sarflaydigan pulingizga mana shu mashinani sotib olsangiz bo'ladi. Ma'lumot olish uchun, narx-navoni bilish uchun pastda nomer qoldirib aloqaga chiqaverasiz.